أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بugünkü dersimiz Ömer ibn al-Khattab radıyallahu anhu yuhasibu nefsehu. Ömer radıyallahu anhu yüzüdün hesap almakta ya hesap alıdı. قال الأحنف بن قيس قدمنا على عمر بن الخطاب بفتح عظيم نبشره به. Ahnaf ibn Qays Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Müslüman bolgan. Ki Rasulullah bilan uchrashmagan. Keyin Hazrat Umarning xalifa vaqtida andin Madinaga kelgan. Ahnafning ismi Ad-Dahhak ibn Qays. Ahnaf ibn Qays bu nayt o'zi fazilatlik, nayt esil bir kishi. Ahnaf deb atalishda ikki puti salda egri o'g'ashqa, sal maymoq o'g'ashqa al-Ahnaf deb. Ahnaf rijlayn, yani ikki puti sal mayil, sal egrek o'g'ashqa, maymoqroq o'g'ashqa al-Ahnaf deb atalgan. Buni ayta mashhur kishilarning birisi. Bu duriba bihil masalu fil hilmi. Apuchalliqda ahlam min Ahnaf degandek maqol tamsil bo'lib ketgan. Xuddi masalan Hatam at-Taidin bakrak sehi degandek apuchalliqda misol bo'lib ketgan kishi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunga duo qilgan. Allohumma g'fir lil Ahnaf. Sahabi ekan. Rasulullohning zamonida Rasulullohning qashi kelmagan bo'lsa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duo qilgan bunga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zakat to'plashga, islom tashviqot qilishga adam avatgan chog'da musulmon qabilasiga u qabildagilar bu Rasulullohning elchilarini o'ttirayotgan qo'pqan chog'da bu to'sib olgan. Ahnaf to'sib olgan bo'lg'achqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunga Allohumma g'fir lil Ahnaf deb duo qilgan. Ondan Hazrat Umarning vaqtida kelgan chog'da Hazrat Umarning o'makolar kurashkilar har qavmning cho'ng-cho'nglari keldi emasmi? Qabil boshlari. Kelgan chog'da Hazrat Umar buni endi 1 yil tug'izgan. Tug'izib, bu mamda mashhur so'zman, nartiq kishilarning bu so'g'achqa, bu gettallik bilanda munofiqlik qildigan odammidu, emasmidu deb endi 1 yil tug'izgan. Madinada kuzatib tug'izgan. Kuzatgandan yog'i ondan men senda sinaq tariqasida kuzatayda tug'izgandim. Sizning tashqi ko'rinishing bilan ichki ko'rinishing mas chiqibdi. Sen xotirjam ketivaga deb keyin Basra va undagi Iroq zaminlarini fath qilishda xizmat ko'rsatgan. O'zi mashhur danliq shaxslarning birisi. Bu Hazrat Umarning huzuriga Hazrat Umar xalifa chog'da Madinaga kelgan. Debto qadimna ala Umar ibn al-Khattab radiyallohu ta'ala anhu bi fathin azimin. Biz katta bir futuhatga erishib, ya'ni Iroq zaminidan cho'ng bir yerni fath qilgandan keyin nubashshiruhu bihi. Shu cho'ng futuhat bilan xush xabar yetkazish uchun Hazrat Umarning qashig'i kelgan to'q. Faqala ayna nazaltum? Hazrat Umar debdi, siz qayerga tushdinglar? Madinada qaysi turalg'i tushdinglar? Qulna fi makanin kaza. Biz falan joyga tushdik dedik dedi. Faqama ma'ana hatta intahayna ila manakhirak bina. Ar-rakb karvan desek bo'ldi. Bizning karvanimiz yoki tugunlarimiz deyamizda. Rakb degan markub ma'nosida bo'ldi. Ya'ni bizning tugunlarimizni cho'ktirib qo'ygan joy, ya'ni tushgan joyimizga biz bilan birga keldi deydi. Manaq degan anaxa dedik-ku biz. Tugunni cho'ktirdi deydi. Bu tugun cho'ktirgan joy, ism makan. Yani biz tushgan joy demakchi. Vaqad ad'afaha al-kilalu wa jahidaha. Al-kalal qattiq harg'illik onu qattiq ajizlashtirayotgan. Yani bu yerda rak deganni tugular desak, uloqlar tugular desak, tugullarimizni cho'ktirgan joyga birga keldi deydi. Yani mana aqrabina tugullarimizni cho'ktirgan joyga, biz tushgan joyga keldi. Yani tugu cho'ktirgan joyga keldi deydi. Şu çağda o tugullarni harg'illik bek ajizlashtirayotgandi. Va jahidaha. Jahida degan shuni qattiq charchatdi degan. As-sayr, yani şu yol safar halsizlantirayotgandi. Faqala hal taqaytumullaha fi rikabikum hadihi. Sizlarning şu tugullaringlarda Allohdan qo'rqsanglarchi, qo'rqin bo'lsanglar bo'lmamta. Amma alimtum anna laha alaykum haqqan. Aş tügülerinin sizlerinin ustunlarda hakkı bağlıqını bilmedinmi?
Hala arahtumuha uni birdan damaldirib unda kasanlamamta. Hala halaltum biha fa'akalat min nabatil ard. Uningdan izchil yo'l yurmay unda arliqda o'tloqlarga tushib qo'yasanglar zaminning o't tashlardan o'simliklardan yesunmamta. فقلنا يا أمير المؤمنين إنا قدمنا بفتح عظيم. Müminlerin amiri biz çoğun bir fethi qilish, bir yani azat qilish xush xabarini ilib keldik. Fa ahbabna at-tasarru'a ilayk. Şuna janoblarning oldiga tiz oldirab kelishni xohladik. Va ilal muslimina, yani musulmonlarga janoblarga xush qildigan bir xabarni tiz aklayli dedik. Fansarafa raji'an va nahnu ma'ahu. Shundan bu gapni Allohning ekan, uni qaytib ketdi, biz bilan bilan birga qaytdik. Fa ata rajulun. Qaytgan vaqtimizda bir kishi kelib, "Ey Amirul Mu'minin" deb Hazrat Umarga debdi. "Inna fulanan zalamani fa'adini alayhi." Falana menga zulm qilganda, shunga menga yordam qilib, menga uningdan o'chamni attaslar dedi. Ista'dad deganimda do'q yardım qilishlar uchun napaslar deb talab qilish nima? Ma'lumda fa'idni degani menga yordam qilib uchun napaslar alay degan aning ustidan menga yordam qilib aningda uchun napaslar demoqchi. Farafa'a fis samai dirratahu wa daraba biha ra'sa. Shundan Hazrat Umar o'zining qamchisini shunda egiz ko'tarib, u kishining boshiga uribdi. وقال تدعون عمر حتى إذا شغل في أمر المسلمين أتيتموه ونغا من دادب أتشلبت برقمش سلوتب سلا عمرنا تشلب قياب أنا كين مسلمانların işiyle meşgul olup ketken çağda kilemtonla burun kesen umumta bunda işqa ve kultum a'idni anı bir işq meşgul olan çağda nıqsasını yapasla ölçemini yapasla dep turulsla dep onun kayıptı. فانصرف الرجل يتذمر. Ondan o kişi gudurgan halatta ketdi. Baka urdigina adamni quldusa da'vo qilib kelsam deb bunda gudurgan holatda ketdi. Yetadammar. Faqala Umar alayya bir rajul. Uning qo'tildigan Allohning kimdir Umar adamni ekran oldimga deb meni qayta chaqirdi. Faji'a bihi fa alqa ilayhi al-mikhfaqa. U adam Hazrat Umarning huzuriga keltirilgan chaqda uning oldiga ash qamchini tashlashdi. Tayoqqa qamchi, mixfaqa degan. Yo'q, shunda bir chiviqdek binasi deylar, chiviq deylar. Chiviqni tashlab qo'yibdi. Fatal iqtas, mendan o'chirib olgan bakasini qamchilab uribdimi? Qisasal qala bal ad'ahu lillahi va lak. Yo'q bo'ldi, uni Alloh uchun va o'zimning yuz xotirasi uchun men bo'ldi qilay. Qisasam mayli. Qala laysa kadalik. Yaqında yo'q, unda bo'lmaydi. Bal tad'ahu imma lillah, balki uni ya Alloh rozi qilsam bo'ldi qilib qilsam maysa va irodati ma indahu Allohning huzuridagi shu katta savobni ko'zlab, Allohning roziligini ko'zlab qilsam may qo'ysa va imma tad'ahu li, yoki uni mening o'z xotirimni qilib topsa, uningmi buni ikki turish yo'q demakchi. Ya Alloh rozi qildi, ya mening o'z xotirimga to'g'ri demakchi. Qala ad'ahu lillah. Allohning roziligi uchun men qisas olmay bo'ldi qilibdim debdi. Qala insarf bo'ldi yo'llanma debdi. Summa jaa hatta dakhala manzilahu. Shundan Hazrat Umar qaytib uyga keldi deydi. Uyga kirib va nahnu ma'um. Biz bilishadigan bu me'morlar kim billah amravlar ma'mda. Chunki bu me'morlar kutulib, o'g'ilni bir o'rlashtirib, aduq so'rab, nima qilayotgan joy qisasini paslab aqirchib oldi. Aslida unda baka o'tgan chaqda yoki shu hüküm sot işleri için uttağın çağda kes oldu. Bu mimarlarla bulayotgan çağda sasını pazlap tuğan kamsulan saldı. Şunlar anda ona yolun sırıtıp yani mimarın öyle başlayıp çay pay koyup kütüva kaldırıptı. Yani ona bakardım şunda üretke iş yok yani. Ve nahnu ma'ahu fasalla rak'atayn khafifatayn. Öyle kirgen ikram şirket yengil namaz okup ottadı. Sonra jalasa. Faqala li nafsihi şunu özüzge mundaqtaqtı. Ya Khattab. Ey Khattabning balası. Kunta wadi'an farafa'aka Allah. Sen tasbir adamdan. Allah seni şunda üstün qildi. Mertebeni ko'tardi. Ve kunta dallan fahdaka Allah. İlgiri azgın eden Allah Taala seni hidayetga başladı.
Ve kunta dalilan fa'azzakallah. Sen hariden Allah Teala seni aziz kıldı. Thumma hamalaka ala riqabin nas. Andın seni Allah Teala kişilerinin üstüden hükümran kıldı. Hamalaka ala riqabin nas diyen kişilerinin kallasının üstüge elip köterde demek için. Yani hükümran kıldı, halif kıldı demek için. Feca'a raculun yesta'dike. Şundan seni halif kıyandıyken bir adam yardım kılıp öçemlep pasla, kısasınlep pasla dep kase ala man zalamahu. Zulüm kıygan adamı karşı. Fadarabtu. Sen ona vurursa. Mâzâ tequlu li rabbike gadan. Ata ya kıyamet günü sen Rabbinge nimi derse fecala yu'atibu nefsehu mu'atabadan. Aşında tariqada Hazreti Ömer özgü kayıp tapımalamak yıldırıptı. Özünün hesap ağıldırıptı. Fadanantu annahu min khayri ahlil ard. Sonra ben Ömer'nin bu zemin üstündeki en yaxşı kişi deb o'yladim. Emliyatda şu çağda zemin üstündeki en yaxşı kişi şuydu. Yani Resulullah'dan keyin kim afzal ahli sünnet'nin karşısında Ebu Bekir. Ebu Bekir'den keyin Ömer. Ve min hadal qabil muşunga o'xshash ishlardan, mushu turdagi ishlardan ma kana yusmi'u fihi wa huwa khalifa. Bu xalif turib boshqalarga anlatib qilgan ba'zi gaplarmi shunga o'xshab qoldi deydi. O'sha ahvolga o'xshab qoladi. Yaqulu kas-sakhiri wa ma huwa bisakhirin. Bu xuddi unda masxara qilgandak, ajbiya zalm qilgandak deymiz. Masxara qilgandak degan gaplar amaliyotda masxara qilgan holat demagan uni. Lekin masxara qilgandak tuyulib qoladi. Bu ba'zan bakhin ibn al-Xattab asbahta amiral mu'minin. Pah ey Xattabdan bo'lsa. Emiril mu'minin bo'lib ketding ha. Xalifa bo'lib ketding. deb bunda o'ziga xitob qildi ekan. Yani men shunda bir tuvan odamdim hozir. Yo, xalifa podshoh bo'lib ketdi. O'ziga xitob qildi. Bu tushunib ko'rib boqmagan bir ishim. Bakhin pah degan. Ve kullama atazza man hawlahu atrofidagilar mag'rurlanib qolgani, o'zini aziz sanab qolgan bir ahvol bo'lsa-lam deydi. Man hawlahu yani kimlar desa min khassati ahlihi ve khulasa'i ra'ayahu. Aşu fuqarolarninki eng yaqin sap hamralari va yaqin urug' tuqqanlari oil tavobati ashular bunda mag'rurlanib o'zini da çoğunluk eski kalan çağda biz halifenin tuqqanları ve halifenin vezirleri bunda tuqqan çağda bima yarawnahu fihi min bastatis sultani ve uluvul kelime. Aş Hazreti Ömer'de en yukarı söz yani hukuka uluvul kelime diyen aş halifenin sözü hemmetin üstünü mahlukluğun içinde şu halifenin sözü şu çağda hemmetin üstün hükümran. Aşında hukuk üstün bulaş ve hukukuna kengir bulaş bastatis sultani. Hükümranlıkın ayeti daris keng boğandak muşunda Allah'lıkını sürep da mağrurlanıp özünü çoğun eskip kalgan vaxtlarda gadda min i'tizazihim ularının mağrurluğunu özünü çoğun tutuşlarını sel kemeytti dedi. Yani ularının aşında mağrurluğu sel közünü cümde. يغضوا من أبصارهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن فغض الطرف إنك من نمير yani onun közcümütte izzetlenmiş biz halifenin tuqqanları biz halifenin endi turganında katta adamlar deb mag'rurlanib o'zini aziz qilgan vaqtlarda atrofdagilar ularning alayidagi sal közcümüp sal uni to'llatdi deydi. وأحضر في أذهانهم ما ينسيهم السلطان المبسوط. Ularning kallasıga, zehniga kang hukmronlikni unutildirib o'tadigan ba'zi narsalarni eslatib qo'ydi. Vel kalimatul aliya ashunda oliy huquq hukmronlikni unutildiradigan so'zlarni qilib qo'ydi deydi. فقال لأصحابه يوما شو بركنا وأمرالهم من ضده وقد مر ببعض الشعاب شعاب degan شعب ninki ko'pki bu ikki tog'ning oraliqidagi aslida tog' bag'ri ya ikki tog'ning oraliqidagi yo'l nima deydi ikki tog'ning oraliqidagi tuzlanlik nima deydi oldinda chiqqan Sha'ba Abi Talib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va Makkadagi musulmon bo'lgan shu sahobalar Makka mushriklar tarafidan Abi Talibning Sha'bida 3 yil muhasirga yozilgan. Sha'ba Abi Talib deymiz. Bu Sha'b degandan chig'ir yo'lga ishlab tog'ning yo'lga ishlab lekin tog' bag'ri emas. Bunda tog' bo'lgandan keyin tog'ning tuzumida pasrak odamlar turib yashaydigan bir tuzlanlikdek joy bu tog' bag'ri deymiz. Ala maqrabatin min Makka Makkaga yaqin bir tog' bag'ridan o'tgan vaqtlarda Hazrat Umar indetken laqad ra'aytuni fi hadhihi ash-shi'abi ar'a ibilal khattabi
Men üzemne muşu tağ bağrılıda, muşu jilgılarda Hattab, yani dadam Hattab'nın tügülerini bakkan alet köygentim bur. Yani tügü bakıttım öz vaqtda demek. Ve kana galidan yut'ibuni. Dadam naate tong adamte. Qopal muamele qılgan. Meni bek charch tritdi dedi. Thumma asbahtu ve laysa fawqi ahad. Ondan keyin hozir mana men ustimda uni qil buni qil aytmay deydigan hech kim yo'q holatda Amirul Mu'minin xalifa bo'lib ketdim. Demak, o'sha burunqi koni altini unutib qolmagan. Xattob degan dadasi. Umar ibn Xattob deymiz-ku. Xattob degan Umarning dadasi. Shu Xattobning tuglarini vaqtdimi? Bu dadamning demaydi, Xattob. Ha, arabda shunda ismini ataydigan gap bor. Aishami ba'zida Abu Bakr deb qo'ydi. Abu Bakr keldi. Dadam keldi demaydi. Arabda shunda odat bor. To'lg'an Abdusni to'laverdi ekan. Ha. Endi hozir mening ustimda hech qanday bir cho'ngam yo'q holatda men Amirul Mu'minin xalifa bo'lib ketdim demoqchi. Wa dayaqat hadhihi al-kalimatu ibnahu. Mush so'z o'g'li Abdullohni sal siqib qo'yibdi. Abdulloh ibn Umar. فقال له ما حملك على ما قلت يا أمير المؤمنين. Mü'minlerin emiri, dazıkıdatı cuma, mü'minlerin emiri. Hazır diyen gepleri nimişin da deyla. Şimdi biz hazır Halifullah'ın burun gepler, devşin buldu o, ya tügü vakitte, urtte, avar kıldı, bakap kıldı, kopal muamele kıldı da bu gepler devşin buldu o. Şimdi hazır bunda cemiyette normaldan da bazı baylanın balları olsa, bu baylanda burunqi vaqilda müşahede manda işni qildim. Bir tal zag'ri olsa uning yerimini kechib qo'yib qo'ydim. Bunda jafolikni qilganda burunqi vaqilni qilsa balisa, huzuralar cho'ng'gan, jafo ko'rib baqman bo'lsa, beram bo'lishi mumkin. Ya'ni misol numus qilib qolishi mumkin ba'zi ishlar. Shunami? Shunga o'xshash bir gap bu. قال إن أباك أعجبته نفسه. شو أزدت Umar debdi. Sen atan sal ko'rangligandek esqib qolganda, ya'ni o'zini sal cho'ng esqib qolgan dadang dedi. Men xalifa deb bunda bir tuz gap qolganda dedi. Fa ahabba an yad'aha. Dadangning nafsi sal o'zini cho'ng tutgandek esqib qopti. Shundan uni sal past tushirib qo'yay deb, adablab qo'yay deb dedim a gapni demoqchi. Yad'aha yankaha, misal nafs kerak. Ma Şeyh Şaravi'ninki vaqaligida İmam Şaravi deymiz. Bu shunda katta imom bo'lib, hammadan voy imom deb ulug'lagan chaqda bir kuni shofir bir masjiddan olib to'xta deb chirikdi ekan. Shofir saqla chiqmaydi ekan. Chiqmagan ekan, unda chirib baqayon ish bo'ldimi? Masjid qarasa tartildoyaga chirikgan. Tartildoyaga chiysa, o'sha odam o'tirdigan ashyoni yuvib tozalab nima qilayotgan holatni ko'rdi. Oyun işlotulu deb nog'isa to'xta deb noqla. Men shunda yutumga basam, qayra turib o'zining yutugi bor ekan. Yutugi olsam, dehqon xaloyiq shu mahaldagi kentdagi voy imom deb shunda nima qilgan ekan. Men sal mag'rurlab, sal takabburlik nimasi asta paydo bo'lib qolibdi. Shundan nafsimni sal adablab qo'yay deb chiribma nima qildim. Va kinosini shunday ishlagan. Kinosini bo'lmoqchi. Ha. Kinosini shunday aynan ishlagan. Demak, bu nafsini adablashdan iborat. Sal mag'rurlik qilib menda cho'ng odam bo'lib qoldim hozir deb ko'ranglab qolgandikilam g'achchida burunqi o'zining qanday odamligini bir xil tilga olib o'tgan gap. Wanzur huna ila kalimati amirul mu'minin. Mana mushu vaqalikda sen amirul mu'minin degan so'zga diqqat qil dedi. Balisi dasta amirul mu'minin deb chaqiradi. يقولها الابن ثم انظر إلى كلمة أباك يقولها أمير المؤمنين. Demek balisi Abdullah dadasi Amirul Mu'minin deb daha cho'ng manda ibora bilan gap qildi. Dadasi qilib uningga dadang dedi. Amirul Mu'minin yoki xalifa deb uni gap qildi. من هذا القبيل أيضا ركوعه لله ذليلا خاشعا يوم أمر أبا سفيان أن ينقل الحجر من مكانه فنقله. Muşunga o'xshash vaqaliklardan yana Abu Sufyanni bir toshni o'rnidan o'tkazishga buyurgan kunda Abu Sufyan ibn Harb, Muaviya radhiyallohu anhu dadasi. Yani bu Qurayshninki shu eng cho'ng shu podshohdagi odamdir. Hazrat Umar Makkalik chaqda tuguva qilgan chaqda Abu Sufyan shu Makkaninki podshohdagi odam. Keyin xalifa bo'lgan chaqda Abu Sufyanni matashini o'tkazdi debdi. Bir vaqalikdan qaysi tashni o'tkazdi, chiqib bir tashni yardım ko'taraman o'tkazdi debdi. Shunday o'tkazdi.
Fakhasha'a şu çağdandan aş burun qaltı, hazır qaltını əslab, xuşu bilan özünü xar tutqan halatda Allah Taalaga ruku qıptı. فخشع لله الذي جعله يأمر أبا سفيان في شعاب مكة فيسمع لما أمر. Abu Sufyan'ı Mekke'nin tağ bağırlarında bir işini kılışıp buyursa, o buyruğunu becak atırıp, buyruğunu anlap, aşında haletki ekegen Allah Teala'ga huşu olan rükû kıldı. Özünü xar tuttu şuçadı. وَلَيْسَ هَذَا وَأَشْبَاهُهُ تَصَاغُرًا يَكْشِفُ الصَّغَرَ. Bu özdeki bir xarlık, sagar diyen xarlık. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Xaralatta, tön alatta degan gap. Bu va mushunga o'xshagan, mushu o'zini tön tutish ahvollari Hazrat Umardan chiqqan mushu ahvollar bu o'zidagi bir xarliqni echib o'tadigan, xarliqni ko'rsatib turadigan, o'zini xar qilishdan iborat narsa emas bu. Asli buningda bir xarliq borda, shu xarliqning ichida echib ko'rsatib turadigan holatda bu o'zini bunda xar tutgan ahvol yo'q deydi. Tasagara degan o'zida xar qilib ko'rsatib oldi degan bu. Nima? وإنما تواضع يكشف القوة والاعتداد بها. Əməliyyatda o güc-qüvvətin badab, güc-qüvvət esqiğan halət, i'tidad degan şunu hesabqa alğan, etibarga alğan halatda güc-qüvvətini içib birdigan kamtar bo'lishdan iborat, kichik pel bo'lishdan iborat. Va takbihuha bi'inanin matin. Ashu güc-qüvvətni bunda huquq var. Bütün bir imperatorluqning huquqi vardır. Baş hukukni mustahkam bir yugan bilan tizginlashdan iborat bu. Demak, mush kamtarlik, mush ishlar nimadan iborat? Va nafsuhu dalilul quvvati val i'tidal. Munda kamtarlik va tizginlashning o'zi kuch-quvvat, qudratning va o'ziga shunda ishonch bog'lagandan kelib chiqqan narsa. Shundan iborat. I'tidda degan o'zida bir shaxsda bunda bir hisoblash. O'zini ras bir odamda hisoblash demoqchi. والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Şunu yapama. Allah'ın aldığı da mıdır? Huşu olan duruş. Ayeten tüellik olan cim acizlik ifadelik duruş diye var. Şimdi madasının tavsirik var. Münakaşa. Birincisi بماذا تعلل سؤال عمر من قدموا إليه بنبأ الفتح المبين عن مكان نزولهم. Hazreti Ömer şu bir yana azat kıldık da hoş haber akagellerge ne düşündüler deb so'l qo'ygan ama mush savolni sen qanday tushundirsan? Buna javob bersan. Mallazi istar'a intibah Umar hina wasala ila al-makan alladhi aqama fihi al-wafd. Hazreti Ömer şu Mekke'ga joyga borgandan keyin dastlab diqqatini tortgan ish qaysi bo'ldi? Istar'a intibahahu degan diqqatini tortgan. Mesela tügüle na targına alatı tuğallıkı dıkıntı tuğa. Limada vecceha al-ataba ila al-qawm. Niçin aşo kişilerge kaide tabamalamat buldu. Ve mada qallahum ulağındı da ve ma bawa'ithu hada fi nefs Umar. Muş sözlerini kılıçke Hazreti Ömer'in konulike muş sözlerini kılıçke Türkiye olan nasıl nima? Rafa Umar dirratahu ila as-samai ve darabaha ala ra'si rajulin atahu. Bir kişi gelse Hazreti Ömer onun kallasına kamçılan saldı ama limada ca'ahu racul bu kişinin için gelgen keyfe kanat hal Ömer en-nefsiyetu anidak Hazreti Ömer'nin ki ruhi keyfiyatı psikik ahvalı qandaqda şu çağda bimada barra Ömer tasarrufahu ma'ar racul Ömer hem de aşağıdan qilgan aşu muamelesiga qarta qanday bir bahani ko'rsatdi o'zini qanday aqlida demoqchi. قال عمر علي بالرجل بماذا تعلل استدعاء عمر هذا آدم من aldıma الله ده من ده çağırıp qallıqını qanda izahlaysa ماذا قال عمر للرجل حين عاد إليه elak kişi Ömer'nin aldığı qaytib kelgan çağda onun nima dedi ve alama yadullu zalika min sifat Ömer Ömer'nin qaysi sifatiga dalolat qildi bunda qaysi chaqirib akilib bosh degan so'zi ya'ni qisas elval dedi بماذا أجاب الرجل عمر وكشين ده جواب بعده وكيف استقبل عمر إجابته ونون جوابنا قند قرش الده عمر بماذا تعلل قيام عمر للصلاة حين وصل إلى منزله حضرت عمر ويجي برد نماز أقرش نماز ونون قند إزاه ليس كيف حاسب عمر نفسه عمر أزدن قند حساب آغان فما رأيك في هذه المحاسبة مشو حساب إدشقا قند قريسة
اذكر بعض المواقف التي كان يغض فيها عمر من الإعزاز بسلطانه. Atrafdagilar Umarning huquqini cho'ng bilib unda ko'ranlab qolgan vaqtlarda Umar ularning nimaga sal ko'z yumgandi. Ko'z yumgandir zaldo. Xuddi uning tanlamagandek, ko'z yumib turgandek bir ahvol bo'lgan deydi. Shu voqealiklardan birini bayon qilganday. إذا طلب إليك أن تدلل من هذا الموضوع على تواضع عمر وعدله فماذا أنت قائل؟ مجتمع أساسا سندن Hazrat Umarninki kamtarligi va adolatiga biror dalil isbot ekib baqqan deb qarasang nima demoqchi? Masifat allati yanbaghi an tatawafara fil hukam wal umara li salah al umam. Millatlarning yaxshi bo'lish uchun bag, amir va hokimlarda boshqa tegishlik sifatlar nimalar? O'shanga har bir savolni bir yozib, ostiga arabcha javobini yozib qo'ying. Eng ham so'zlarni ayirmaysiz qo'ying. Topshiriq.